Bilasizmi, har bir sohada mana tikuvchilik bu chiroyli kasb hisoblanadi-da, yaratish bo'ladi. Xafa bo'lishmasini, masalan, doktorlar kasal kelsin deydi-da. Lekin bizlarda soha imенно quvonch keltiradigan-da. Masalan, insonni libosi bezatsa, uyda libosi bu parda. O'sha uyda siz libos bilan kiyintirdingizmi, o'sha xonadonni har bir a'zosini ko'zi quvonadi. Mana shu quvonchni bera olishimiz bizga baxt beradi. Barcha tikuvchilarimiz mana shu har bir xonadonga qilib bergan ishidan, chiroyli chiqqanidan, o'sha xonadonda egalari rahmat deb quvonganidan quvonib baxtli bo'lsa kerak. Men bu narsani orqadan ham eshitganman-da, haqiqatan siz kasblaringiz juda chiroyli kasb debdi. Chunki biza qiladigan ish faqat chiroyli yaratib, odamlarni xursand qilish.